Assalomu alaykum. Mobil dasturlashning birinchi kursiga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan mobil dasturlash haqida gaplashamiz va biz bu kursimiz davomida qaysi dasturlash tilidan va nimalardan foydalanishimizni bilib va tanishib o'tamiz. Hop, darsimizni boshlashdan oldin o'zim haqimda ma'lumot berib o'taman. Hozirgi kunda IT Centerda ishlayapman. Kompyuter savodxonligi, IT Kids, mobil dasturlashdan dars berib kelaman. Hop, IT Centerda 1,5 yildan beri ishlab kelaman. Mobil dasturlashni o'tgan yil 2,5 oy o'qiganman, keyin o'zim mustaqil o'rganishdan boshlab hozirgi kunda mobil dasturlash yo'nalishida IT Centerda dars berib kelaman. Mobil dasturlashda qilgan o'zimda amaliy ishlarimni Telegram kanalimda yoritib va video qilib tashlab boraman qilgan ishlarimni. Xo'p, mobil dasturlash haqida gaplashadigan bo'lsak, mobil dasturlash degani o'zi bu mobil qurilmalar, planshet, smartfon uchun dastur ishlab chiqish jarayonidir. Bu dasturlar iOS, Android va boshqa operatsion tizimidagi smartfonlarga ishlash uchun yaratiladi. Smartfonlarda ishlash uchun yaratiladi. Xo'sh, ana endi biz o'rganadigan dasturlash texnologiyasi haqida gaplashadigan bo'lsak, biz asosan shu 4 ta dastur va framework dasturlash tillaridan foydalanamiz. Birinchi bu yerda Flutter kelyapti. Flutter bu Google tomonidan ishlab chiqilgan cross platforma. Ya'ni biz bitta kod bazasi orqali Android, iOS uchun ilova ishlab chiqarsak bo'ladi. Flutter, eslatib o'taman, bu Flutter bu dasturlash tili emas, bu framework hisoblanadi. Hop, keyingisi Dart. Bu Google tomonidan ishlab chiqilgan obyektga o'rnatilgan dasturlash tili bo'lib, u ayniqsa Flutter frameworkida mobil, web va desktop ilovalar yaratishda ishlatiladi. Dart esa bu dasturlash tili hisoblanadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, o'zi Flutter, Dart, Android Studio'lar o'zi Google tomonidan ishlab chiqarilgan. Hop, keyingisi Android Studio. Bu Android ilovalarini yaratish, test qilish va ishlab chiqish uchun rasmiy dasturlash muhiti IDE hisoblanadi. Uni Google ishlab chiqqan va u JetBrains IntelliJ IDE asosida yaratilgan. Hop, Android Studio bu biz kod yozadigan dasturimiz. Shu Android Studio ichida kodlarimizni yozamiz. Hop, Dart dasturlash tili bu. Flutter bu framework. Hop, keyingisi Visual Studioga o'tadigan bo'lsak, bu yengil, tez va ochiq manbali kod muharriri bo'lib, Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan. U ko'plab dasturlash tillarini qo'llab-quvvatlaydi va kengaytmalari orqali kuchli funksional imkoniyatlarga ega. Hop, Android Studio, Visual Studio ikkalasi ham shu kod muharriri hisoblanadi. Keyingisi, hop, iOS operatsion tizimi uchun ilova qurish oldin qanday kechgan? iPhonelar uchun ilova qurish, ya'ni ilova qilish uchun Swift dasturlash tili orqali iPhone uchun ilovalar qurishgan. Hop, Android uchun esa keyingi sahifada ko'rsak bo'ladi ekan. Android uchun ilova qilish, Android uchun Kotlin dasturlash tili orqali ilova qurishgan va qurib kelishmoqdalar. iPhone ham shunaqa Swift dasturlash tili orqali dastur qilib kelishmoqda hozirgi kungacha. Biz esa Flutter yordamida iOS, Android uchun bitta kod bazasi orqali ilova qurishimiz mumkin. Ya'ni biz Swift dasturlash tilini o'rganib, iOS uchun alohida dastur, Kotlin dasturlash tilini ham qanchadir muddatda o'rganib turib, Android uchun ham alohida kod yozib dasturlash, ya'ni dastur qilishimiz kerak emas ekan. Biz bitta Flutterni o'rganish orqali Android va iOS uchun ilovani bitta kod bazasida qurishimiz mumkin ekan. Bu ikkala platformaga ilova chiqarishni tezlashtiradi. Xo'p, darslar davomida tushunmagan joylaring
tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, shu video tagida Telegram kanalini qadab qo'yaman. Shu Telegram kanalga o'tib savollarni berishingiz mumkin. U guruhga dasturchilar yig'ilgan. U guruhda har xil darajadagi dasturchilar bor. Sizlarga yordam berishi mumkin va sizlar ularga yordam berish orqali o'rganishingiz mumkin. Agar savollaringiz bo'lsa, video ostida kommentariyaga ham yozib qoldirsanglar bo'ladi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan birinchi darsimiz yakuniga yetdi. Keyingi darsda uchrashguncha